هي الحلقات تحفظني بآيات من القرآن، هي الحلقات تملأني بحب المصطفى العدنان، هي الحلقات تحفظني بآيات من القرآن، هي الحلقات تملأني بحب المصطفى العدنان، وأخلص نيتي دوما لرب واحد ديان بروح ملؤها طهر. Ra'd suresi tefsiri 40. ayetinden başlayıp okuyayım inşallah. Bismillah, elhamdülillah, salatu vesselamu ala Resulillah ve ala alihi ve sahbihi ve sellem. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Tüvendi dehtanlağa İbn Kathir rahimahullah'ın Kur'an-ı Kerim tefsiri Uygurca tercümesi Ra'd suresi 40. ayetinden başlayıp okuyayım inşallah. Ba'de euzu billahi mineşşeytanirracim. Ulağa biz vəd qılğan azabның bəzisini sana körsətsəkmi, yəni senin hayat vaxtını nazil qılsaqmı, yoki seni müşriklağı azab qilishdan burun qabz ruh qılsaqmı, senin məsuliyyətin faqat təbliğ qilishdir. Bizning məsuliyyətimiz hesab elishdir. Ulanın yerini çörüsüdən taraytıb beriyotganligimiz, yani kuffarlarning ziminini qadam fathi qilib islom yurtiga qo'shayotganligimizni ular, yani mushriklar ko'rmayotgandu. Allah xohlagancha hukm qiladi. Allohning hukmiga hech kishi qarshi tura olmaydi. Allah tiz hisob olg'uchidir. Payg'ambar alayhissalomning mas'uliyatining faqat yetkizish ekanligi, Allah Teala'nın hesap algıcı ekanligi. Allah Teala Muhammed aleyhisselamga mundaq deydi. Ulağa biz vəd qılğan azabның bəzisini sana körsətsəkmi, yani senin hayat vaxtında nazil qılsaqmı, yoki seni müşriklağı azab qilib kelishdan burun qabzroq qılsaqmı? Yani ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, biz senin düşmanlarınga vəd qılğan xarlıq və qattiq azabның bir qismini dünyada körsətsəkmi, yoki aşı azab düşmanlarınga kelishdan burun seni vafot toptirsaqmı? Senin məsuliyyətin faqat təbliğ qilishdir. Yani biz seni peyğəmbərlikni yetkizish üçün peyğəmbər qilib əvətdik. Sen buyurulğan peyğəmbərlikni yetkizdin. Bizning mas'uliyetimiz hesap elishdir. Yani ulardan hesap elish ve ularni jazolash bizning ishimizdir. Allah Teala bu vaqtda mundaq deydi. Sen ularga va'zi nasihat qilgin. Sen faqat ularga va'zi nasihat qilg'uchisan. Sen ularga musallat, yani ularni iymonga majburlig'ichi emassan. Lekin kimiki va'zi nasihatdan yuz o'rib Allah'ını inkar qiladigan, Allah onu qattiq jazolaydi. Ular o'lgandan keyin haqiqatan bizning dargohimizga qaytadi. Ondan ulardan hisob elishga biz mas'ulmiz. Ularning yerini cho'risidan taraytib berayotganligimiz, ya'ni kuffarlarning ziminini qadam fathi qilib islom yurtiga qo'shayotganligimizni ular, ya'ni mushriklar ko'rmayotamdi. İbn Abbas bu ayetning ma'nosi haqida mundaq deydi. Ular haqiqatan bizning Muhammed aleyhisselamga bir zimindan keyin yana bir ziminni fathi qilib berayotganimizni ko'rmamdi. Hasan ve Zahak mundaq deydi. Mana bu musulmonlarning mushriklarning ustidan g'alaba qilishini ko'rsatdi. Allah Teala bu vaqtda mundaq deydi. Ey Mekke ahalisi, biz hakikaten sizlarning atrofinglardagi shaharlarni halok qildik. Ular, yani Quraysh kafirlardan ilgari o'tganlarmi payg'ambarlarga hiyla mikr ishlatgan edi. Ularning hiyla mikrini barpo qiladigan yo'shurun tadbirlarning hammasi Allohning ilkididir. Allah her bir kishining qilayotgan yaxshi yomon amallarini bilib turdi. Kafirlar azabını ko'rganda
kimning oxiratligi yaxshi bo'ladiganligini biladi. Kafirlarning hiyla-mekri va mu'minlarning nijotlikka erishishi. Ular, ya'ni Quraysh kuffarlaridan ilgari o'tganlarmu payg'ambarlarga hiyla-mekri ishlatgan edi. Ya'ni Quraysh kafirlardan ilgari o'tganlarmu payg'ambarlarga hiyla-mekri ishlatib, payg'ambarlarni yurtlaridan chiqarib etmoqchi bo'ldi. Shuning bilan Alloh taolo ularga chora qo'llanib, mu'minlarga, taqvodorlarga yaxshi oqibat ato qildi. Alloh taolo bu vaqtda mundaq deydi: ular Solih qarshi suiqasd planladi. Ularning halok bo'lishini tiziltish uchun suiqasdi uchun tuyuqsiz jazoladi. Ularning suiqasdining oqibatining qandoq bo'lganligiga qaraganki, ularni va ularning qavmini butunlay halok qildik. Ular zulm qilganliklari uchun ayni ularning o'ylari odam zotdan xoli bo'lib qoldi. Allohning qudratini biladigan qavm uchun buningda cho'ng ibrat bor. Allah her bir kişinin kılıvatkan yaxşı yaman amellerini bilip durdu. Yani Allah Teala yoşurun sırlarının hemmesini cezmen bilgüçüdür. Her bir kişinin kılgan amelleri karta mükafat ve ceza vergüçüdür. Kafirler azapını görgende kimnin ahiretliki yaxşı boladiganligini bildi. Halaket yoki yaxshi oqibat kimlarga bo'ladi? U kafirlar uchun bo'lamdi yoki payg'ambarlarning ergashuvchilari uchunmi? Hargizmi undaq emas. Balki yaxshi oqibat dunyo va oxiratda payg'ambarlarning ergashuvchilari uchun bo'ladi. Barliq hamd sana va yaxshilik Alloh taologa xosdir. Ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Mekke kuffarları sen peygamber emassan deydi. Aytqinki, rastliqimga sizlar bilan mening o'tiramda Allohning guvohligi va Allohning kitobini biladiganlar, ya'ni ahli kitob ulamolardan iymon etganlarning guvohligi yetarlikdir. Peygamber aleyhisselamның peygamberligiga kitob, Tevrat ve İncil'ni bildiğin kişilerinin guvahlığının yeterlik ekenlik. Allah Teala bu vaqtda mundaqdaydi. Ayni shu kafirlar seni inkar qilib, sen peygamber emassan deydi. Yani Allah seni peygamber qilib evatmidi deydi. Aytqinki, rastliqimga sizlar bilan mening o'tiramda Allah'ның guvohligi, yani Allah Teala bana yeterlikdir. Allah Teala bana ve sizlarga guvohchidir. Allah Teala mening peygamberlikni yetkizganligimga guvohlik berdi. Ey inkar qilg'uvchilar, sizlarning bo'xton chaplaganliginglarga guvohlik berdi. Ve Allah'ның kitabını Allah'ның kitabını biladiganlar, yani ehli kitap ülemalardan iman etganlarning guvohligi yeterlikdir. Mujahid bu ayet Abdullah ibn Salam hakkında tushgan dedi. Bu söz delilsizdir. Çünkü bu ayet Mekke'de tushgan bo'lib, Abdullah ibn Salam bo'lsa, Peygamber aleyhisselam Medine kelgan dastlabki mezgilde iman etgan. Bu to'g'risidagi kuchga ega söz Avfi ibn Abbas radiyallahu anhumadan rivayet qilgan sözdür. İbn Abbas, ular Yahudi ve Hristiyanlardır dedi. Qatada Abdullah ibn Salam, Salman ve Tamimdar qatarlıqlar uladındır dedi. En doğrusu şu ki, bu ayetning ma'nosi umumiy bo'lib, ilgari tushirilgan kitoblarda payg'ambarlarning Muhammad alayhissalom haqida berilgan xo'sh bishoratlarini va uning sifatlarini biladigan ahli kitob ulamolarining hammani o'z ichiga oladi.
Allah Teala bu vaqtda mundaq deydi: bizga bu dunyoda va oxiratda tegishlik yaxshilik qilgin. Biz haqiqatan sana tavba qildik dedi. Allah aytdi: azabım bilan bandalarimdan xohlagan kishini azoblayman. Mening rahmatim mahluqotning hammasiga o'rtaqdir. Rahmatimni kufrdan va gunohdan saqlanuvchilarga, mollarining zakatini berdiganlarga va bizning oyatlarimizga iymon etadiganlarga tegishli qilaman. Ular elchiga, ummi payg'ambarga, ya'ni Muhammad alayhissalomga ergishidi. Ular o'z ilkidagi Tavrat, İncillarda uning sifatining yozilganligini ko'rdi. Abdullah ibn Salam va uning iymon etgan hamrohlariga o'xshash Bani İsrail ulamalarining Qur'onni bilishi mushriklarga Qur'onning to'g'riligini ko'rsatadigan dalil bo'lmamdi. Bani İsrail ulamalaridan o'ziga tushirilgan kitoblardan payg'ambar alayhissalomning sifatlarini biladiganligi haqida xabar berilgan buningga o'xshash oyatlar bordir. Alhamdulillah, Allah şükürler bo'lsin. Merhametlik Allah subhanahu wa ta'ala'nın fazli bilen Ra'id suresining tafsirini o'qib tugatdik. İnşallah kelar qitimda Sura İbrahim tafsiridan birinci oyatdan boshlab anglaysizlar. İnşallah. Ve sallallahu ala Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.